Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Arab tilida ravon talaffuz qilish texnikalari darsiga xush kelibsiz. Xudo xolasa bugungi darsda sizlar bilan albatta nimalarni ko'rib chiqamiz? Hozir qisqacha sizlar bilan tanishib o'tamiz. Bugun ko'rib chiqadigan mavzularimiz: arab harflarini to'g'ri talaffuz qilish nega kerak? Nima uchun arab harflarini talaffuz qilishda qiynalasiz? Talaffuzni yaxshilash uchun eng muhim texnikalar. Arab tilidagi eng qiyin 3 ta harf va ularni oson talaffuz qilish uchun zo'r o'quvchilarimda qo'llagan texnikalarni sizlarga ulashaman. Va albatta darsning oxirigacha o'tirganlarga bizning maxsus sovg'amiz va muhim taklifimiz bor. Maxsus sovg'amiz nimadan iborat? Bu video darslik va qo'llanmadan iborat. Bunda barcha arab harflari jadvali va video darslik, ya'ni shaxsan o'zim har biriga alohida to'xtalib o'tgan video darsligim bor. Buni sizlarga taqdim etamiz. Endi esa qisqacha tanishib olamiz, chunki ilmni kimdan olayotganingizni bilib olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni ilm shunaqa narsa, to'g'ri joyda, to'g'ri insondan o'rgansa foyda beradigan narsa. Shu sababli Xudo xolasa bugun ya'ni ustoz Zakariya kim? Mana shu haqida qisqacha tanishib o'tamiz. Ustoz Zakariya 29 yoshdaman. 5 yildan beri arab tilidan dars berib kelaman, offline va onlayn tarzda. Mingdan ortiq o'quvchilarga offline tarzda dars berganman. 5000 ga yaqin insonlarga esa arab tilidagi darsliklarim yetib bordi. 12 yildan ortiq arab tili sohasidaman. Ya'ni 12 yildan ortiq tajribaga ega insonman. Maktabni bitirganimdan keyin Ko'kaldosh o'rta maxsus islom bilim yurtida ta'lim olganman va u yerda talabalik biroz qiyin o'tgan. Sababi madrasada biroz qiynalganman. Ya'ni ta'lim jihatidan texnikalarni yaxshi tushunmaganman, qanaqa dars o'tilishligini bilmaganman. Shu sababli biroz qiyinchilik o'tgan. Keyin esa madrasani bitirganimdan keyin safar qildim. Bu Misr arab davlatiga bo'ldi va bu joyda ham o'zimni ilmiy salohiyatimni oshirish uchun va mahalliy hamda xalqaro darajadagi ustozlardan arab tiliga oid va boshqa bilimlarni qo'lga kiritdim. Undan keyin esa Saudiya va Turkiyada ilmiy faoliyatimni va malakamni oshirdim. O'zbekistonga qaytganimdan keyin esa Chorsuda dars berishni boshlaganman. Chorsuda aynan ko'rib turgan bo'lsanglar, mana shu joyda chiqadi sizlarga prezentatsiyada. Mingdan ortiq o'quvchilarni mana shu kichkinagina xonada o'qitganman. Ya'ni mana shu yillar, ya'ni 2 yil davomida mana shu xonada o'tganman. Agar ko'rinib turgan bo'lsa, unaqa zo'r xona emas, oddiygina xona edi. Mana shu joyda dars berganman. Undan keyin esa do'stlarimiz bilan birgalikda Sayyid akademiyaga asos soldik. Ya'ni Sayyid akademiya bu arab tiliga ixtisoslashgan markazlardan biri edi. Biz bu joyda Sayyid akademiyani, ya'ni natijalarga asoslangan bir ta'lim markazi qilgandik. Bu joyda ham 300 dan ortiq o'quvchilarga dars berdik va ular ham yaxshi natijalar bilan bizni markazimizni bitirishdi. Lekin ma'lum bir sabablarga ko'ra markazimiz yopildi. Endi o'zingiz tushunasizlar bu narsalarni. Markazimiz yopilgandan keyin esa biroz muddat tanaffus oldim. Tanaffus olganda ham shunchaki to'xtab qolmadim, balkim boshqa sohalarni ham o'rgandim. Undan keyin esa baribir insonni o'zini asli kasbi tortadi. Shu sababli keyin yana dars berishga, o'qituvchilik faoliyatimga qaytdim. Endi esa darsimizning asosiy qismiga ham yetib keldik. Xudo xolasa darsimiz boshlanyapti. Shu uchun diqqat bilan eshitishingizni so'rab qolamiz. Nima uchun 80% arab tili o'rganuvchilari talaffuzlarda qiynaladi? Endi esa buni hozir doskada ko'rib chiqamiz. Hozir sizlar bilan doskada nimalarni ko'rib chiqamiz? Birinchi navbatda talaffuz qilish nega kerak? Ya'ni to'g'ri talaffuz qilish nega muhimligi darajasini bilib olamiz. Nega talaffuz qilishda aynan o'zbek o'quvchilari qiynalishadi? Mana shu haqida ko'rib chiqamiz va albatta uchinchisi bu eng qiyin arab tilidagi harf deb tushuniladigan ayn, ha, dot harflariga zo'r ishlaydigan texnikalarni ham ko'rib chiqamiz. Tayyor bo'lsanglar darsni boshlaymiz. Birinchi navbatda nega talaffuz qilish juda ham muhim? Sababini hozir sizlarga tushuntirib beraman. Oddiygina so'zdan oladigan bo'lsak, masalan, bizda alima so'zi bor va alima so'zi bor. Alima so'zi bor. Alima degani bildi degani. Bildi. Alima esa dard chekdi. Dard chekdi. Mana shu joyda nega talaffuz muhim? Qarang. Mana ayn va mana bu joyda. Agar siz aynni hamzali qilib qo'yadigan bo'lsangiz, nima bo'ldi? Dard chekdi bo'ldi. Endi esa bu joyda dard chekdi demoqchi bo'lsangiz-da, lekin alima deb qo'ysangiz, bildi degan ma'noga kelib qoladi. Ko'ryapsizmi? Ya'ni bitta harfni shunchaki talaffuzi o'rnalmashib qolgani butun boshli so'zni o'zgartirib yubordi. Shu uchun ham nega talaffuz juda muhim kerak bo'ladi. Va yana boshqa so'zlardan ham ko'rib chiqsak bo'ladi. Hozir men sizga bitta so'zni 3 hda yozilganini ko'rsatib beraman va mana shundan ham siz nega talaffuz kerakligini bilib olasiz. Hozir ko'rib chiqamiz. Xo'p.
Misol uchun bitta nahlatun so'zidan olamiz yoki nahlatundan masalan, nahlatun. Hm? Naxlatun. Naxlatun so'zini oladigan bo'lsak, bu xurmo degani. Xurmo. Xurmo. Endi bizda xuddi shunaqani nahlatun so'zi bor. Nahlatun. Bu esa asalari. Asalari. Endi nahlatun bor. Nahlatun. Bu esa bir ho'plam suv. Bir ho'plam suv yoki biron bir qizning ismi. Qarang. Bu joyda mana e'tibor beradigan joyimiz. Xo, ha, ha. Mana shu 3 ta hda nima bo'ldi? Ma'nolar butkul o'zgarib ketdi. Agar ko'rib turadigan bo'lsangiz, naxlatun, ya'ni yuqoridagi xo bilan talaffuz qiladigan bo'lsak, xurmo bo'ladi. Nahlatun halqumning o'rtasidan ha deydigan bo'lsak, asalari bo'ladi. Nahlatun deydigan bo'lsak, birinchi ichgan suvimiz bor, bir ho'plam suv. O'sha bo'ladi yoki arablarda qo'yiladi qiz bolalarga ism. Nahlatun degan ism bor. Nahla degan ism ham bor. Mana shu joyda ko'rib turgan bo'lsangiz, agar biz shunchaki bunga e'tibor bermaydigan bo'lsak, qarang, bir-biridan butkul farq qiladigan so'zlar bor. Mana shu o'rinda agar e'tibor bermasak nima bo'lar ekan? Ma'nolar o'zgarib ketar ekan. Shu sababli ham bizga talaffuzda harflarni to'g'ri talaffuz qilish juda ham kerak bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? O'quvchilar nega talaffuzda qiynalishadi? Aynan nega talaffuzda qiynalishadi? Buni bilasizmi? Birinchi navbatda ular o'sha harfning mohiyatini tushunishmaydi. Mohiyatini nima qilishmaydi? To'laqonli tushunishmaydi. Xo'p, birinchi navbatda nima ekan? Mohiyatini tushunib olishimiz kerak ekan. Keyingisi esa bu nima? Harfning, ya'ni mahraji. Mahraji deganda uning nimasi? Chiqadigan o'rni. Mahraj. Mahraj bu harfning nimasi? Chiqadigan o'rni. Siz agar nazariyasini yaxshi tushunadigan bo'lsangiz, ya'ni harfning qaysi joydan chiqadiganini bilib oladigan bo'lsangiz, nima qilasiz? Oson holatda talaffuz qilasiz. Misol uchun boygina alima bilan ana, ya'ni hamzani tushuntirib berdim. Xuddi o'sha joyda agar siz aynni, ya'ni halqumning o'rtasidan chiqish o'rnini bilmaydigan bo'lsangiz, million marta ayn etishga harakat qilib, shunchaki ani chiqazaversangiz, ya'ni hamzani tovushini chiqazadigan bo'lsangiz nima bo'ladi? Ya'ni unli holatda tovushini chiqazaversangiz, ayn bo'lib qolmaydi. Shuning uchun nima qilish kerak? Birinchi navbatda ayn harfining qaysi joyini? Mahraji, ya'ni harfning chiqadigan o'rnini bilib olishimiz kerak. Uning chiqadigan o'rni qaysi joyda? Halqumning o'rtasi. Halqumning o'rtasi mana shu joy. Mana shu joyga nima qilamiz? E'tiborni beramiz. Demak, bizning vazifamiz halqumning o'rtasiga e'tibor berish. Mana shu o'rinda nima qildik? Birinchi navbatda mohiyatini tushunib oldik. Harf qaysi joydan qanaqa holatda chiqadi? O'shani nima qildik? Keyin amaliyotga qo'lladik. Ana o'shandagina sizda nima bo'ladi? Qiyinchilik ketib, ya'ni ozayib, nima osonroq o'rganishga harakat qilasiz. Arablarda zo'r jumla bor. Bitta qiyin jumlani yodlagandan ko'ra, bitta harfni tushunishlik afzal deyshadi. Shu uchun ham siz bitta qiyin jumlani yodlab olganingizdan ko'ra, bitta narsani tushunib oladigan bo'lsangiz, xudo xolisa siz uchun yaxshi bo'ladi. Hozir biz nimani ko'rib chiqdik? Talaffuz nega muhimligini bilib oldik va nega talaffuzda qiynalishini bilib oldik. Endi esa hozir arab tilida o'quvchilar qiyin deydigan ayn, ha, dodga misollarni ko'rib chiqamiz va ularga zo'r texnikalarni o'rgataman sizlarga. Birinchi navbatda o'sha harflarni yozib olaylik. Ayn, ha, dod. Mana shu 3 ta harfga nima qilamiz? Birin-ketin ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda ayndan boshlaymiz. Ayn harfi. Ayn harfi. Ayn harfini nimasini bilib olishimiz kerak? Birinchi navbatda mohiyatini, ya'ni nazariyasini, mahraji, halqumning o'rtasi. Demak, e'tiborni mana shu joyga beramiz. Ayni. Endi uni qanaqa talaffuz qilamiz? Osonroq talaffuz qilish uchun nima qilamiz? Texnikalardan foydalanamiz. Bizda birinchi texnikamiz bor. Bu uzun a. Uzun a. Ketdi. Qanaqa bo'ladi uzun a? Mana shuni ko'rib chiqamiz. Deymiz ya. Uzun a. Halqum o'rtasida ushlaymiz. Halqum o'rtasida ushamiz. Endi o'shani sekin-sekin 10 marta, 5 marta qilib nima qilamiz? Qisqartiramiz. Misol uchun buni 10 marta aytadigan bo'lsak, uzun a ni 10 marta, endi qisqasini qilamiz. O'rtachasini 5 marta, keyin bittada chiqadi. Mana ketdi.
Halqum o'rtasida ushladik. Halqum o'rtasida ushladik. Endi esa halqum o'rtasi bor. Birinchi aynga kerak bo'ladigan texnikamiz o'sha aytganimizdek 10 marta uzun a'ni aytamizda halqum o'rtasida ushlaymiz. Halqum o'rtasida ushlaymiz. Keyin 5 marta nima qilamiz? Qisqa o'rtacha qildik. Keyin esa qilib ayn harfini talaffuz qildik. Mana shuni da qilsangiz, qilib qilsangiz ham bo'ladi, qilib qilsangiz ham bo'ladi. Xuddi shunaqa qilib ayn harfini mahrajini aniqlab olsangiz bo'ladi. Ikkinchi texnikamiz bor bizda tomoqqa urish. Tomoqqa yengil holatda urish. Qanaqa holatda bo'ladi? Mana xuddi o'shani chiqarib tursangiz, masalan, kimdir buni o'zi boshqara olmasligi mumkin-da. Endi o'shani texnikalar bilan boshqarsak bo'ladi. Qanaqa holatda bo'ladi? Mana havo chiqyapti. Nima chiqyapti? Tovush chiqyapti. Endi mana shuni halqum o'rtasida ushlashimiz kerak. Nima bo'lyapti? Kesishyapti. Nimani kesdi? Havoni kesdi. Qanaqa qilib to'xtatdik? Mana qo'limizni sekin tekkizishimiz bilan to'xtatib oldik. Mana shu o'rinda nima? Tomoq mashqini qo'llasangiz bo'ladi. Agar siz mana bunga tushunmay qolgan bo'lsangiz, ya'ni to'xtata olmayotgan bo'lsangiz, o'zingiz uzun ada to'xtata olmasangiz, mana shuni ham sinab ko'rsangiz bo'ladi. Yana bitta takrorlaymiz, birgalikda takrorlasak bo'ladi. Mana sekin holatda urasiz. Qattiq urmaysiz, xo'p? Demak, hozir yana boshqadan tushuntirib beraman sizga, yana bitta eslatma bo'ladi. Deb turasiz-ku, o'shanda sekin-sekin 3-4 marta urasiz. Mana. O'sha yerda o'zingiz his qilishni boshlaysiz. Nimani his qilasiz? Mana shu joydan ayn harfini tovush chiqishi boshlaydi. Ko'rayotganmiz. Xuddi o'shanaqa bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Uchinchi mashqimizda bizda olma mashqi bor. Uchinchi texnikamizda esa bizda olma mashqi bor. Olma. Voy, shunaqasi ham bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Olma bo'ladigan bo'lsa, olmani olasizda, shuni tishlaysiz. Bo'ladi. Mana shu joyda halqum o'rtasidan tovush chiqishi boshlaydi. Nimaga? Chunki og'izni nimani yopib qo'yadi? To'laqonni yopib qo'yadi-da. Nafas mana shu joydan chiqishi boshlaydi. Tushunarli bo'ldimi? Agar o'shani olmani olib tishlab deyishga harakat qilib ko'radigan bo'lsangiz, mana masalan olamiz, qo'limizni olamiz-da, tishlab ko'raylik. Mana shu halqum o'rtasidan chiqadi. Tushunarli? Buni misol uchun pichoq tutib qo'ygandan inson biladi-yu, xuddi o'sha joydan nima bo'ladi? Tovush chiqishi boshlaydi. Mana shunga ham e'tibor bersak zo'r bo'ladi. Bizda esa keyingi harfimiz bu ha. Ha harfimiz arab tilida. Ha harfimiz ham juda ham oson talaffuz qilish. Bu ham xuddi aynga o'xshab nima? Halqumning o'rtasidan chiqadi. Mana bu halqum deydigan bo'lsak, buni o'rtasidan ayn va nima? Ha harfi birgalikda chiqar ekan. Ikkalasining mahraji chiqadigan o'rni bitta joy. Mana shunga e'tibor beradigan bo'lsak, ha, deydigan bo'lsak, nima? Ha harfi chiqadi. Endi buni oson talaffuz qilish uchun bizda ham yaxshi texnika bor. Ko'pchilik o'quvchilarga mana shuni tavsiya qilaman. Birinchi navbatda bu telefon yoki ochki mashqi bor. Ya'ni ko'zoynak. Qanaqa holatda bo'ladi? Ochkingiz bo'ladigan bo'lsa yoki telefoningiz bo'ladigan bo'lsa, o'shani nima qilasiz? Tozalash uchun harakat qilasiz. Tozalamoqchi bo'lasiz. Qilsangiz, xuddi mana shu yerda qilganingizda ha harfi chiqib keladi. Mana shuni bilib oladigan bo'lsangiz, bo'ldi. Qilsangiz, tozalamoqchi bo'lsangiz, nima bo'ladi? Ha harfining mahraji chiqadi. Demak, urg'u qaysi joyga berildi? Tovushiga berildi. Ha harfini ham mana shu holatda oson talaffuz qilsangiz bo'ladi. Ikkinchi texnikamiz bor. Ikkinchi texnikamiz qisqa a. Qisqa a. Qisqa nima ekan? A. Demak, ayn harfida uzun a bor edi. Endi bunda qisqa a bor. Misol uchun, bironta tinch xonada o'tirsangiz, sizga sherigingiz nimadir desa, siz eshita olmay qolsangiz, nima deding? Nima deding? Deysiz-ku, deganingizda qisqa a da, ya'ni kichkina a da nima bo'lyapti? Ha tovushi qo'shilib chiqadi. O'shandan ham nima qilsiz bo'ladi? Bilib olsangiz bo'ladi. Ha harfini tovushini ha, hi, hu. Xuddi shunaqa holatda talaffuz qiladigan bo'lsangiz, albatta xudo xolasa sizda ha harfi zo'r chiqadi. Va keyingi harfiga o'tamiz biz. Keyingi harfimizning ismi dod harfi. Dod. Bu harf
boshqa tillarda umuman uchramaydi. Shu sababli dod harfi faqatgina arab tilida bor. Buni arab tilining ikkinchi nomi esa dod tili ham deyiladi. Shu sababli dod harfi boshqa tillarda uchramagani uchun biroz talaffuzda qiynalishadi ko'pchilik. Nega? Buning ham to'laqonli mohiyatini tushunmaganligi uchun. Birinchi navbatda dod harfini ham mahrajini yaxshi tushunib olishimiz kerak. Dod harfini mahraji, misol uchun boshlaymiz. Mana bu tilimiz deb oladigan bo'lsak, o'sha tilimizdan ikki qirg'og'i bor-ku, yonlari. Mana shu yonlari yuqori tishlarimizdan milkiga tegishi, yopishadi va old qismi esa old qismi milkimizga borib tiraladi. Tiralgandan keyin to'laqonli yopishda endi orqasi ko'tariladi. Nega? Chunki dod harfi yo'g'on talaffuz bo'ladigan harf, istilo sifati bor. Yo'g'on talaffuz bo'lganligi uchun tilning orqasi ko'tariladi-da. Havo mana shu joyda nima bo'ladi? Ushlanadi, dimlanadi. Mana shu joyda ushlangandan keyin to'laqonli dod harfi nima bo'ladi? Chiqadi. Agar mana shu joyga e'tibor beradigan bo'lsak, baholi zo'r holati chiqadi. Endi esa uni qanaqa chiqazamiz desanglar, misol uchun dal harfini oladigan bo'lsak, dal harfini shundoq chiqazish oson. Nega? Chunki ad deganimizda tilimizdan oldi yuqori old tishlarimizdan milkiga tegishligi bilan qaytib nima qiladi? Orqaga qaytib oladi. O'shandan mashq qilish boshlasak bo'ladi. Ad ushlaymiz. Endi ushlaganimizdan keyin uni yonlarini tekizishga harakat qilamiz. Birinchi o'ng tarafini tekizib ko'rishga harakat qilamiz, keyin chap taraf. Ikkalasini bittada yopishtirishga harakat qilamiz. Ad, al, al. Endi tilimizning orqasini ko'tarishga harakat qilamiz. El, el, do, mana shu holatda siz sekin-sekin harakat qiladigan bo'lsangiz, albatta dod harfini ham nima qilasiz? Zo'r, oson holatda talaffuz qilasiz. Bitta narsani bilib olaylik. Buni bir necha marta takrorlash bilan siz dod harfini yoki ayn harfini, ha harfini chiqaza olmaysiz. Balkim davomli holatda takrorlaydigan bo'lsangiz, ustingizda ishlaydigan bo'lsangiz, yaxshi holatga kelasiz. Shunchaki qisqa muddatda o'rganib olishni o'ylamang, balkim davomli holat mana shu mashqlardan foydalanib boring va albatta nimasiga e'tibor bering? Uning mohiyatiga, ya'ni nazariyasiga e'tibor bering, undan keyin amaliyotda qo'llang. Endi esa siz bundan tashqari barcha arab harflarini to'g'ri talaffuz qilishni xohlasangiz, sizga hozir men zo'r texnikalar o'rgataman. Buni barcha harflarga qo'llasangiz bo'ladi. Birinchi navbatda o'sha talaffuzini yaxshilash uchun texnikani beraman o'quvchilarga doimiy holatda. Bu 3-5 texnikasi. Texnika. Bu qanaqa bo'ladi? 3-5 texnikasi. Hozir ko'rib chiqamiz. Birinchi nima qilamiz? 5 marta eshitamiz. Nimani eshitamiz? Ustoz bergan darsni, ustozning ovozi yozilgan bo'lsa yoki o'sha diktofonga yozib olgan bo'lsangiz yoki kitoblardan o'qiyotgan bo'lsangiz, kitoblarda o'zining audio mashqlari bo'ladi. Xuddi o'shani nima qilamiz? 5 marta eshitamiz. Birinchi 5 marta eshitar ekanmiz nimani? Ustozning ovozini. Endi nima qilamiz? Ikkinchisida esa ikkinchi 5 talikda desa birgalikda takrorlaymiz ustoz bilan. Birinchi 5 talikda eshitgandik, endi eshitganimizni esa birgalikda nima qilamiz? Ustoz bilan takrorlaymiz. Birgalikda. Xo'p, birgalikda nima qilar ekanmiz? Takrorlaymiz. Birgalikda takrorlaysiz, tushunarli-a? Ya'ni eshitasiz, ustozingizga birinchi 5 talikda eshitib oluvdingiz, endi eshitganingizni takrorlaysiz birgalikda ustoz bilan. Keyingi 5 talikda esa mana 3-5 talikda esa nima qilasiz? O'zingiz mustaqil o'qiysiz. Mustaqil. Nega? Chunki sizda o'zi 10 marta o'qidingiz, 5 marta eshitdingiz, 5 marta birgalikda o'qidingiz, 10 marta bo'lyapti jami. Endi esa 5 marta mustaqil birgalikda mustaqil holatda o'qiydigan bo'lsangiz nima bo'ladi? Mana shu harf yoki dars siz uchun mustahkamlanadi. Shu uchun ham 3-5 texnikasidan foydalanadigan bo'lsangiz, xudo xolisa amaliyotda qo'llaydigan bo'lsangiz, albatta natijaga erishasiz. Endi esa keyingi texnikaga o'tamiz. Keyingi texnikamiz bu oyna mashqi. Oyna mashqi. Oyna mashqida qanaqa bo'ladi? Bu ham talaffuzni to'g'rilash uchun kerak bo'ladi. Misol uchun bizni o'sha oldimizda kichkina oyna bo'ladigan bo'lsa, unga qaraymiz va talaffuzimizni to'g'rilaymiz. Qanaqa bo'ladi? Oddiy misol oladigan bo'lsak, vav harfini oladigan bo'lsak, vav harfida lablar yumaloq holatga keltirib, biroz oldinga chiqish kerak. Au deganimizda, va deganimizda. Endi o'shan v qilib qo'yadigan bo'lsak, o'zbekcha v qilib qo'yadigan bo'lsak, mana shu joyda nima? Bizga oyna kerak bo'ladi, labimizni ko'rib turish uchun. Yoki boshqa harflarni talaffuz qilganimizda ham nima? Og'zimiz qanaqa ishlayotganini ko'rish uchun bizga oyna kerak bo'ladi. Agar siz oynadan foydalanadigan bo'lsangiz, xolis bunda ham nima? Yaxshi natijaga erishasiz. Oxirgisi esa
Yana bitta zo'r mashq o'rgatib qo'yaman sizlarga. Bu birinchi 3-5 texnikasiga mos keladi. Ya'ni diktafon mashqi. Diktafon mashqida qanaqa? Chunki inson o'qiyotganda o'zini xato o'qiyapman deb bilmaydi. Shu uchun diktafon kerak bo'ladi. Nega? Bizni o'sha o'qiganimizni qayta eshitishimiz uchun. Nega? Chunki bu joyda nima bo'ladi? Siz noto'g'ri o'qigan bo'lsangiz, o'zingiz qayta eshitadigan bo'lsangiz, xatoingizni bilib olasiz. Qarab turasiz, bilib olasiz. Voy, men bitta noto'g'riman deb o'sha joyga nima qilasiz? E'tiboringizni qaratasiz. Shu uchun ham diktafondan foydalanadigan bo'lsangiz ham nima bo'ladi? Siz uchun foyda bo'ladi. Diktafondan ma'no nima? Diktafondan birinchi o'qiysiz, o'shani yozib olasiz va eshitib ko'rasiz. O'shanda siz xatoingizni to'g'rilab olasiz. Shu joygacha tushunarli bo'ldimi? Izohlarda yozib keting va qaysi texnikadan siz foyda oldingiz. Oxirgi yillarda o'zimga maqsad qo'ydim. Qanaqa maqsad desangiz, ya'ni imkon qadar ko'p insonlarga arab tilini oson o'rganishlariga sababchi bo'lish va ularga arab tilini oson ekanligini isbotlash. Shu maqsad yo'lida o'zimizni Alifya onlayn maktabiga asos soldik. Hozir men sizlarga Alifya 1.0 kursini taqdimotini qilib beraman. Alifya 1.0 kursi kimlar uchun? Birinchi navbatda talabalar. Agar siz talaba bo'ladigan bo'lsangiz, albatta bu kurs siz uchun. Siz nafaqa yoshidagi inson bo'lsangiz, ya'ni pensioner bo'ladigan bo'lsangiz, bu kurs albatta siz uchun. Offlayn darslarga bora olmayotgan ayollar, ya'ni yosh bolalari bor, farzandlar bor inson bo'ladigan bo'lsangiz, bu kurs siz uchun maxsus. Arab tilini o'rgangan, lekin hali ham natijaga chiqa olmayotgan inson bo'lsangiz, aynan bu kurs sizga. Ravon o'qishda qiynalayotgan bo'lsangiz, ya'ni arab tilini o'rgangansiz, biroz bilasiz, lekin ravon o'qiy olmayapsiz. Shunaqa inson bo'lsangiz, bu kurs siz uchun. Noldan boshlab arab tilidagi istalgan harakati bor matn va kitoblarni bemalol o'qiy olish xohlaysizmi? Bu kursimiz siz uchun. Bu kursimizda kimlar qatnasha olmaydi? Birinchi navbatda rivojlanishni xohlamaydigan insonlar. Agar siz shunaqa inson bo'ladigan bo'lsangiz, bu kurs siz uchun emas. Qo'limdan kelmaydi, qila olmayman, bajara olmayman deydigan inson bo'lsangiz, bu kurs siz uchun emas. Noluvchilar, har bir narsadan nolib turadigan, bunaqa bo'pti deydigan bo'lsangiz, bu kurs aynan siz uchun emas. Xo'p, arab tilini o'rganishda qiynalganman, lekin Xudo xolasa sizlarni qiynalishinglarni xohlamayman. Ya'ni qachon bir inson boshqa insonga yaxshilikni ravo ko'radi, bir narsa qiynalsa, o'shani osonroq yo'lda o'rgatishni xohlaydi. Men ham sizlarga o'sha narsani oson holatda, yaxshi holatda o'rgatishni xohlayman. Kelinglar hozir endi modullar bilan tanishib chiqamiz. Birinchi modulimizda arab harflari. Arab harflarini, ya'ni alifbosini tarixi, kelib chiqishi va rivojlanishi haqida gaplashamiz. Dars davomida uchraydigan eng kerakli atamalar, darslardan maksimal natija olish uchun usullar, ya'ni texnikalar, barcha arab harflarining maxrajlari, ya'ni chiqadigan o'rinlari, yozilishi va yo'l qo'yiladigan xatolari haqida, mustahkamlash uchun o'qish va yozish mashqlari, qo'shimcha amaliyot mashqlar, oraliq imtihon. Ya'ni birinchi modulning o'zida oraliq imtihonimiz bor. Ya'ni shuncha narsani o'tib chiqdik, endi bizda oraliq imtihoni ham bor. Birinchi modulda 14 ta video darslikdan iborat. Va natijasi qanaqa bo'ladi desanglar, arab alifbosidagi barcha harflarni, ularni to'g'ri talaffuz qilish va yozishni o'rganib olasiz. Harflarni bir-biriga qo'shib, harakati bor so'zlarni to'g'ri o'qiy oladigan darajaga chiqasiz. Eshitgan so'zlaringizni oz-ozdan yoza oladigan bo'lasiz va arab harflariga bog'liq muammolardan xalos bo'lasiz. Ya'ni sizda arab harflarining talaffuzida muammolar bormidi? O'shalardan butkul xalos bo'lasiz. Ikkinchi modulda esa, ikkinchi modulimiz bizda fonetika qismi. Arab tilida cho'zish qoidalari bor. Tanvin tashdid va tanvinli tashdid qoidasi hamda aniqlik artikli, ya'ni alif lam qoidasi bor. Hamza va uning turlari. Hamza va uning turlarida ham Xudo xolisa yaxshi bir ko'nikmaga ega bo'lasiz. Shamsiy va qamariy harflar hamda ularni oson aniqlash usullari. Buni ham oson. Agar shamsiy va qamariy harflarni hali ham ajrata olmayotgan bo'lsangiz, Xudo xolisa mana shu darsda, ikkinchi modulimizda zo'r texnikani beramiz va oson ishlab qolasiz. Sukunli nun va tanvinga oid assimilyatsiya va bildirib o'qish qoidalarini o'tamiz. Fonetikaga oid qo'shimcha qoidalar, to'xtashga oid qoidalar, ulab o'qishga oid muhim ko'nikmalarni qo'lga kiritasiz. Ikkinchi modulimizda 10 ta darslikdan iborat, ya'ni 10 ta video darslikdan iborat bo'ladi va natijasi qanaqa bo'ladi desanglar, natijasi Xudo xolisa sizlar arab tilidagi fonetika qoidalarini o'zlashtirib, faqatgina so'zlarni emas, endi 4-5 ta so'zdan iborat bitta jumlani bemalol o'qiy oladigan darajaga chiqasiz. Ko'pchilik yo'l qo'yadigan fonetik xatolarni tuzatib, o'zingizga ishonch bilan matnlarni o'qishga kirishasiz. Uchinchi modulimiz esa faqat amaliyot bo'ladi. Amaliyot darsida biz asosan talaffuzi o'xshash harflarga oid mashqlarni amaliyotini qilamiz. Nuqtali harflarni chalkashtirmaslik uchun qo'shimcha amaliyot darsi bo'ladi. Ya'ni nuqtali harflar bilan muammoingiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu muammolarni
3-modulni o'zi yechib yuboramiz. Fonetika qoidalarini mustahkamlash uchun mashqlar beriladi. Ya'ni fonetikani o'tuvdik 2-modulimizda, 3-modulimizda esa o'shani yana ham mustahkamlash uchun sizga zo'r mashqlar beriladi. Yakuniy imtihon, ya'ni 3 ta modulni tugatdingiz, endi bizda yakuniy imtihon bo'ladi. Esingizda bo'lsa, 1-modulni tugatganimizda oraliq imtihon bor edi. Endi 3-modulni tugatganimizda yakuniy imtihonimiz bor. 3-modulimizning natijasi esa o'tilgan barcha qoidalarni yanada mustahkamlab, keyingi bosqichga o'tish uchun tayyor holatga kelasiz. Ya'ni sizda boshlang'ich arab tiliga oid hech qanaqa savol qolmaydi va muammolardan butkul qutulasiz, xudo xolasa. Xo'p, yakuniy imtihon topshirasiz, sertifikatni qo'lga kiritasiz. 3-modulda aytgandek, yakuniy imtihon bor. Agar siz xudo xolasa yakuniy imtihonni topshirib, yaxshi holatda o'tadigan bo'lsangiz, bizning maxsus sertifikatimizga ham ega bo'lasiz. Kurator ustozlar sizni nazorat qiladi. Endi esa sizda bahona qolmaydi dars qilmaslikka. Darslar qayerda bo'ladi? Darslarimiz maxsus platformada bo'ladi. Ya'ni natijalarga asoslangan, natijalarga tayangan maxsus platformamiz bor. O'shanda bo'ladi. Qanaqadir Telegram yoki nimadirlarda bo'lmaydi. Xudo xolasa sifatli, yaxshi platformada bo'ladi. Kursda nimalar bor? 24 tadan oshiq sodda va tushunarli video darsliklar bor. Doimiy takrorlash uchun audio mashqlar, maxsus darslik qo'llanma. Ya'ni bu darslik qo'llanmamiz sizni uyingizgacha yetib boradi. Uyingizgacha kitobingizni yetkazib beramiz. Maxsus yopiq Telegram guruhi bo'ladi. Bir guruhda 30 tadan oshmagan holatda insonlar bo'ladi, o'quvchilar bo'ladi. Jonli darslarimiz esa haftada 1 marta kurator bilan bo'ladi va 2 haftada 1 marta shaxsan o'zim bilan bo'ladi, xudo xolasa. Oraliq va yakuniy imtihonlar doimiy baholash tizimi bor bizda. Agar siz darsni ko'rmayotgan bo'lsangiz, biz bilib olamiz, palonchi kishi yoki palonchixon darsni ko'rmayotgan ekan. Yoki ko'rgan bo'lsangiz, bizda foizi kelib chiqadi. Qancha vaqt darsni ko'rdi, ya'ni qancha vaqt platformada darsni ko'rdi, hammasini nazorat qila olamiz, xudo xolasa. Agar siz natija ola olmadim, dars ko'ra olmadim deydigan bo'lsangiz, bahoningizni biz mana shu joyda ko'rsatib bera olamiz, xudo xolasa albatta. Va albatta, darsni bitirganingizda, xudo xolasa, muvaffaqiyatli bitiradigan bo'lsangiz, albatta bizning sertifikatimizni qo'lga kiritasiz. Offline bitiruv bo'ladi, xudo xolasa. Chiroyli holatda offline bitiruv qilamiz va mana shu bitiruvda ham siz ishtirok etasiz. Kelaylik, endi sizlar bilan ta'riflar bilan tanishib chiqamiz. Birinchi ta'rifimiz bizda standart ta'rifi. Bunda 24 tadan oshiq video darslik, bepul darslik, audio mashqlar, 4 ta bonus amaliyot darsi hamda darsliklar uchun 6 oy ruxsat. Endi esa premium ta'rifimiz bor. Premium ta'rifimizda 24 tadan oshiq video darsliklar, bepul darslik yetib boradi siz uyingizgacha, xudo xolasa. Audio mashqlar, 4 ta bonus amaliyot darsi, darslar uchun 8 oy ruxsat. Asosiy tekshiruvchi kurator ustozingiz bo'ladi va yordamchi ustoz bo'ladi. Hamda haftada 1 marta jonli dars bo'ladi kuratoringiz bilan, 2 haftada 1 marta men bilan bo'ladi. Va doimiy holatda kurator sizni nazorat qila oladi. O'qituvchiga, ya'ni kuratoringizga dars topshira olasiz. Soat 9 dan kechqurungi 9 gacha bemalol dars topshirasiz. Xo'p, maxsus yopiq Telegram guruhi bo'ladi, qo'shimcha master klasslar bo'ladi, oraliq imtihoni, yakuniy imtihon va albatta sertifikat bo'ladi, offline tarzda bitiruv. Keyingi ta'rifimiz esa bizda VIP ta'rifi, VIP. Ya'ni bunda asosan men bo'laman. Mana shu premium ta'rifidagi barcha bo'ladi va VIP esa asosiy fokus menda bo'ladi. Ya'ni darslarni menga topshira olasiz, men sizni nazorat qila olaman va albatta doimiy aloqa men bilan birgalikda bo'ladi. Ya'ni mana shu narsada alohida birga bir konsultatsiya bo'ladi bizda. O'zim tarafimdan tekshiruv, mana shu taraf VIP tarifi bo'ladi. Bu hali hammasi emas, siz uchun maxsus taklifim bor. Agar siz hozir kursga ro'yxatdan o'tib joiz band qiladigan bo'lsangiz, siz uchun maxsus sovg'alar bor. Birinchi navbatda talaffuzini rivojlantirish uchun 10 ta texnika hali bu hech qayerda berilmagan, sotuvda yo'q. Asl narxi esa buni 500 ming so'm. Ikkinchi bonusimiz talaffuzi yaqin harflarning husnixat. Ya'ni talaffuzi bir-biriga yaqin bo'lgan harflarga husnixat alohida tayyorlaganmiz. Buning ham narxi 200 ming so'm, lekin buni siz agar hozir ro'yxatdan o'tadigan bo'lsangiz, tekinga qo'lga kiritasiz. Uchinchi bonusimiz esa maxsus kitob. Bu sotuvda yo'q. O'zi adadi chegaralangan holatda chiqazganmiz va buni narxi bebaho. Shu sababli buni sizga beramiz. To'rtinchi bonusimiz esa offline uchrashuv. Offline uchrashuvimizning ham narxi o'zi 200 ming so'm. Lekin buni siz agar hozir ro'yxatdan o'tadigan bo'lsangiz, shunchaki qo'lga kiritasiz tekinga. 5-bonusimiz esa tabriknoma. Maxsus tabriknoma o'zim tarafimdan sizga yozib beriladi. Xudo xolasa, mana shu tabriknomani siz qo'lga kiritasiz. Umumiy qiymati 900 ming, 900 mingdan oshishi ham mumkin va bebaho sovg'alar bor. Mana shuni siz qo'lga kiritishingiz mumkin. Bularning hammasini faqatgina hozir ro'yxatdan o'tsangizgina qo'lga kirita olasiz.
Lekin bizda bitta muammo bor. Qanaqa muammo desanglar, joylarimiz juda ham chegaralangan. Sababi bizi doimiy holatda o'quvchilar bilan sifat, ya'ni natijaga ishlab kelamiz. Shu sababli hammani ham ovurmaymiz. Mana shu o'rinda joylarimiz chegaralangan. Endi esa kelinglar, qanaqa qilib bizni ro'yxatdan o'tamiz, ya'ni qanaqa qilib bu kurs uchun ro'yxatdan o'tamiz, shu haqida qisqacha tanishib olamiz. Qarang, hozir katta ehtimol bilan mani YouTube'da ko'ryapsiz. Pastda kommentariya, izohlarda yoki qadalgan joyi bo'ladi. O'sha joyda maxsus link bo'ladi. O'sha link orqali siz ro'yxatdan o'tasiz. Ya'ni u linkni bosadigan bo'lsangiz, sizni bizani saytimizga olib o'tadi. Saytimizda esa ism familiyangizni yozasiz, ismingizni va familiyangizni yoki shunchaki ismingizni yozib qo'ysangiz ham bo'ladi va raqamingizni kiritasiz. Mana shuni bosadigan bo'lsangiz, xudo xolis bizni saytimizga kelib tushasiz va albatta bizni yordamchilarimiz sizga aloqaga chiqishadi. Endi esa bizni oxirigacha ham ko'rganingiz uchun albatta bizni sovg'amiz bor edi. Sovg'ani qanaqa qilib olamiz desa, sovg'ani ham xuddi shunaqa pastdan link qo'yganmiz. O'sha link orqali bemalol qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Sizlar bilan Ustoz Zakariya bo'ldi. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Salomat bo'linglar.